Hurmatli kuzatuvchilar, agar siz yoki yaqinlaringizda bosh aylanishi, tananing bir tomonida uvishishlar yoki bo'lmasam qisqa vaqtga nutqni buzilishi, bosh tez-tez og'rishi kabi shikoyatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta markazimizga murojaat qiling. Markazimizda uyqu tomirlarini duplik skanerlash tekshiruvi, shuningdek laborator tekshiruvlar, bundan tashqari bemorlarni statsionar sharoitda yotib davolanishi uchun barcha qulay sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, markazimizda har kuni uyqu tomirlarida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari bajariladi. Bundan tashqari, yurak tomirlarini stentlash va boshqa periferik qon tomirlarida stentlash amaliyotlari o'tkaziladi. Shu bilan birgalikda markazimizda reanimatsiya bo'limi ham tashkil etilgan. Bundan tashqari, fizioterapiya bo'limi ham mavjud bo'lib, bunda insult o'tkazgan bemorlar va insult xavfi yuqori bo'lgan bemorlarga reabilitatsion chora-tadbirlar sifatida fizioterapiya muolajalari o'tkaziladi.